Hozir Sodiq akamizdan so'radik, bir kontent qilaylik, xalq uchun, bemorlar uchun bir foydali bo'ladigan bo'lsin deb so'radik va ruxsat berganlari uchun bu videoni olyapmiz. 10 yildan beri grija bilan og'rib kelganlar, bel sohasida grija bo'lgan va u bezovta qilib kelgan. Oxirgi 1 yil oldin boshlangan simptomatika sal kuchli boshlangan. Og'riqlar kuchli, harakatlanishdagi chegaralanishlar bilan bo'lgan. O'zlari Rossiyada ishlab yurgan, O'zbekistonga kelgan paytda qaysidir doktormi yoki tabibmi aniq bilmaymiz endi. Aytgan narsalari 100% yaxshi bo'lib ketasiz, faqatgina lecheniya olishingiz kerak deb turib, uni o'zlaridan eshitasiz hozir nima bo'lganini. Men aytib bersam endi salgina nima bo'lishi mumkin. Men bitta narsaga urg'u qaratmoqchiman. Olib keling bu yoqqa, olib keling. Mana bu operatsiyadan oldingi holat. Operatsiyadan oldingi holat grijani chiqib, orqa miyani ezib turganini ko'rishingiz mumkin. Bunaqa holatlar bizga ko'p keladi, lekin aksariyat holatda mana shu yerdagi qancha ekan razmer deydi. 8-9 mm ekan desa, menda 1 sm bo'lib ham mashq bilan yaxshi bo'lib ketdim deydi. Yo'q, buni orqa miyani ezilish darajasini ko'rish kerak bo'ladi. Mana shu yerdagi nimaga qarasangiz, orqa miya juda ham kuchli ezilib qolgan. Orqa devori kanal kichkinaligi hisobiga chiqqan narsa 9 mm bo'lsa ham, orqa tomonda ezilish juda ham kuchli bo'lgani uchun va qaysi sohadan ezilganiga ham qaraydi. Agar mana shu narsa L5S1 sohasida bo'lsa, bu darajada asorat bermagan bo'lardi. 3-4 sohasida bo'lganligi yana ikkilamchi bir minus tomoni bo'lgan. Va kanalni to'liq to'lganligini, grija bilan to'lganligini, mana bu yoqda ham ko'rishingiz mumkin, grijani kattaligini. Operatsiya qildirgan bo'lishlariga qaramasdan, mana operatsiyadan keyingi nima? Mana ochiq holatda grija olib tashlangan, ya'ni kanal polniy bo'shatilishiga qaramasdan asorat berdi. Asorat mana mayda bo'lgan bo'lsa, mayda bo'ldimi operatsiya? 6-mayda bo'ldi. Mayda bo'lgan bo'lsa, yana 1 yil to'lib qoldi mana, aprel hozir. 1 oydan keyin may, ya'ni 11 oyda haligacha to'liq tiklanmagan. Boshida to'g'ri, siyishdagi, peshob kelishidagi muammolar bo'lib, kateterda 2-3 oygacha bo'lganlar. Oyoqlari butunlay ishlamagan, lekin davomiy lecheniya olib kelyaptilar, nevrologik lecheniyalar olib kelyaptilar va hozirda oyoqlarning pastidagi dorsifleksiya, plantarfleksiya hali ham 0, ya'ni ishlamayapti. Oyoqlariga oyoqni ushlab turadigan narsalarni kiyib olganlar hozirgi paytda, yurishda oyoqlar qayrilib ketmasligi uchun. Shunday bo'lishiga qaramasdan, mana yaqinda bitta oyoqlari qayrilib ketib, oyoqlarini sindirib olganlar hozirgi holatlarda. Ya'ni bizani aytmoqchi bo'layotgan narsamiz, mana shunaqa agar grija bo'ladigan bo'lsa, grijani operatsiya qilishlik ahmoqlik, uni faqatgina o'sha urush tortish yoki bo'lmasam mashqlar bilan yaxshi qilib olsa bo'ladi degan odamlarga salgina o'ylab gapirishlarini biz tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki bu yoqda mana o'tgan oyning ichida men boya o'zlariga ham aytdim, 3 ta odamda shunaqa holat kuzatildi. 3 ta asorat grijani operatsiya qildirmagan va qildirsa ham endi ketish bo'lyapti. Bu darajada emas, sal chegara kerak bo'ladi. Masalan, o'sha salgina shu simptomatikasini o'rganish kerak edi, u davolashdan oldin. Shu simptomatika berdimi, grijani o'lchashni, MRT ko'rishni o'rganish kerak edi. Bunaqa holatlarda zudlik bilan neyroxirurgga, vertebrologga yo'naltirish kerak bo'ladi. Nima qilasiz bunaqa odamlarni umriga zomin bo'lib, kelajakda butunlay bu holatga kelib qolishiga sababchi bo'lib, gunohkor bo'lib nima kerak bor? Kerak paytida operatsiya qilinishi kerak. Bizga ham kelgan bemorlar, masalan, 10 ta bemor ko'radigan bo'lsak, 10 tasini tutib olib operatsiya qilmaymiz. Operatsiyaga ko'rsatma bo'lsagina qilamiz. Boshqa hammasini mana bizning oldimizga kelgan bemorlar biladi, hammasiga konservativ lecheniya yozib beramiz. Mashq qiling, konservativ lecheniya deb yozib beramiz. Endi bu narsani biz ko'p ko'rsatmaymiz. Agar Instagram bo'lsa ham, YouTube bo'lsa ham ko'rsangiz, hamma kasalni ko'rsatmaymiz. Kelgan kasallarning hammasini yozib berayotganimiz ham menimcha konservativ davo qilishimizni ham ko'rsatishimiz kerak menimcha. O'shandagina bemorlar ko'proq ishonishni boshlaydi. Bemor o'zlaridan so'raylar, ko'rsating o'zlaridan nima holat bo'lganini ko'rsatadilar. Oyoqlarining holatini ham hozir ko'rsatib beraman. Men shu grija masalasiga adashmasam 16 yil 17dan og'riyman-da. Borib ko'p joyga davolandim. Fizioterapiya bo'ladi, elektroforez. Davolanib keldim. Bu narsani oxiri baribir operatsiya ekan, hech kim menga shu o'z vaqtida aytmadi. Mana vrach doktor aytayaptilar. O'z vaqtida operatsiya qilinsa, bunaqa asoratlar bermaydi. Qayerga borsam, men seni davolayman,
yaxshi bo'ladi, tamom, yaxshi bo'ladi. Men lecheniya oldim, 3 kurs lecheniya oldim. O'tgan yili mana may oyiga operatsiya bo'lgan bo'lsam, aprel oyiga kelib Rossiya Federatsiyasidan kelib O'zbekistonga davolanib ketdim. Bir doktor gapiga ishonib, 100% garantiya beraman, qilib beraman, yaxshi qilaman deb viza operatsiya. Sanda grija bu ishlama emas, sanda suyak yemirilish ketyapti deb. O'sha doktor juda cho'zdi mani, Rasul aka. Cho'zdi, boshqa qildi, suyaklarni ochdi, kalsiy berdi, tuyoq sho'rva kim nimalarni ichasan dedi, хорошо. Men ichdim, aytganini 100% bajardim. Lekin 2 haftani o'tib уже meni grija qisib qoldi. Grija qisib qolgandan keyin men oyoq sohalari va shu yarim tanam отключение qilib tashladi, ishlamadi. O'shandan keyin iloji yo'q, skor men Rossiyada vaqtimda olib ketdi. Skor olib borib, почти 1 sutkadan keyin operatsiya qildi. Operatsiyadan keyin уже mana 11 oyda shu ahvolga keldim, lekin hali ham ishlamaydi, oyoqlar ishlamaydi. Mustaqil harakat qila olmayman-da. Qo'ltiqda yo'qman. Bilasizmi, bitta meni boshimdan o'tgan narsa shu, endi Alloh alam bilmayman kim nima qilgan. Qachonlar operatsiya qilishim kerak ekan. Qachonlar уже o'tgan yil operatsiya qilishim kerak ekan. Chunki operatsiya eng yaxshi natija ekan. Sizlar ham o'shani ko'rib, bilib operatsiya qildirish uchun foydasi bor yoki yo'q aytasizda o'shani. Menga o'sha doktorlar aytganda edi, operatsiya qil desa men bajon operatsiya qilardim. Endi siz kimgadir ishonib o'sha yerda nima bo'lib qolyapsiz-da? Men hozir mana keldim, sizga ishonib keldim-da. Siz chunki o'qigan sohaning vrachsiz. Siz nima desangiz men shuni qilaman. Xuddi ularga mana shu ahvolga borganman, bir og'iz operatsiya qildim, mana shunaqa vaziyating og'irsan deganda edi, men operatsiya qildirgan bo'lardim. Ana bunaqa holatga kelmasdim. Endi mana 1 yil vaqt o'tdi, lekin yaxshilanmadi emas. Operatsiya qilingani uchun, nerv bo'shagani uchun yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. Masalan, конечно bor. Peshob kelishidagi kontrol tiklangan, ichki kelishidagi kontrol tiklangan, oyoqlarning tepadagi kuchlari qaytgan o'ziga. Faqat pastdagi oyoqlarning kuchi hali yo'q. Lekin to'g'ridan to'g'ri oyoqning pastdagi kuchiga ta'sir qiluvchi nerv emas bu. Sal teparoqdan boshlanganda. Va shuning uchun men tavsiya beraman. Hozir transkranial stimulyatsiya bor yoki bo'lmasam elektroneyrostimulyatsiya bor. Shu nervlaringizni o'ziga qo'yib turib qo'zg'atib beradi, stimulyatsiya beradi. Bu narsa bilan shug'ullanadigan maxsus o'sha apparatlari bor bo'lgan nevropatologlar bor. Men sizni hozir yo'llantiraman shularning oldiga. Iloji bo'lsa shularning licheniyasini olishingiz kerak bo'ladi. Hatto bu har 3 oydami, har 6 oydami licheniyalarni olsangiz, xudo xolasa qancha ko'p licheniya olgan sari nervlar tiklanib, qayta o'ziga kelish kerak. 100% avvalgidek qaytmasa ham nisbatan sizni oyog'ingizni ushlab turadigan, yiqilib ketmaydigan holatga kelib olsangiz, xudo xolasa keyin men fiksatorlar bilan hassani tashlab yurishingizga imkoniyat topiladi inshaalloh. Mana shunaqa holatdagi bemorlarga bizning tavsiyamiz, ya'ni operatsiyaga borishi mumkin yoki operatsiyaga bormasdan ham davolanishi mumkin degan narsani albatta mutaxassis ko'rigidan keyin mutaxassis agar bo'ladi, lecheniya olib turavering desagina qilinglar deb tavsiya bergan bo'lardi. To'g'ri, boya bular aytib o'tdilar, avval 20 yil oldingi meditsina emas, 20 yil oldingi yoki 30 yil oldingi qilingan operatsiyalarda asoratlar ko'p bo'lgani uchun odamlar qo'rqib qolganlar. Rostdan ham hozir O'zbekistonda meditsina ancha rivojlandi. Dunyo miqyosida kerak bo'lsa ba'zi bir rivojlangan davlatlardan ham oldinlab ketyapti-da. Ayniqsa mana shu travmatologiya yo'nalishi bo'yicha endi biz shuni ichida yurgandan keyin bilamiz, kerak bo'lsa borib shu Hindistondami, Abu Dabida, Dubayda bo'layotgan, mana shu Ko'rfaz davlatlarida bo'ladigan konferensiyalarda, kadaver kurslarda shaxsan o'zim borib o'qitaman. Nechta doktorlarni o'qitamiz, boshqa davlatdan keladigan, o'rganadigan. Ya'ni O'zbekistonda menga o'xshagan mutaxassislardan hali ko'p. Ya'ni O'zbekistonning o'zida rivojlanish ancha yaxshi meditsina yo'nalishi bo'yicha. Shuning uchun yaxshi mutaxassislarga ko'rinib, ularning tavsiyasini olmaguncha avvalgi eski metodikalardan foydalanishni men tavsiya bermagan bo'lardim. To'g'ri, foyda bermaydi emas ular ham. Agar grijani katta emas, kichkinaroq, nisbatan bosimi kamroq holatlar bo'ladigan bo'lsa, pожалуйста, mashq qilishsin, tortishsin, igloterapiya qilishsin, boshqa qilishsin. Lekin bunaqa holatga kelgan bemorlarni hech qachon orqaga surmaslik kerak bo'ladi holatini.